Assalomu alaykum, hamyurtlar, vatandoshlar. Toshkent, Moskva, Toshkent yo'nalishi bo'yicha sifatli reys va avtobus xizmatlari do'stlar. Endilikda yangiligimiz Toshkentdan Moskvaga 700 ming so'mga kim uzoqda trans korxonasidan qo'yilgan skidkali reys va avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilinglar, bog'langlar do'stlar. Tanlovda adashmanglar. Primoy reys avtobuslarimiz haftada uzoqda trans 2 marta seshanba, payshanba kunga hamda juma seshanba kunlariga shunaqangi ular ishonchli reys va avtobus xizmatlari ham bor. Bemalol telefon qilinglar, bog'langlar, tanlovda adashmanglar. Haftada 4 marta reyslarimiz bor. Dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlariga Primoy reys avtobuslarimiz qo'yilgan do'stlar. Tanlovda adashmanglar. Moskvadan qaytmoqchi bo'lgan fuqarolarimizga ham rossiyskiy nomerlarimiz bor. Bemalol telefon qilinglar, bog'langlar, batafsil ma'lumotlarni operatorlarimizdan o'rganinglar do'stlar. Agarda videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiskani unutmanglar do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ko'kalar.